Ahli Samarqand uchun vahsha zo'r lokatsiyada turibmiz. Marhabo, Zarhar restorani yonidan kirganda mana shunaqangi elitni domimizga, Sorochiniga 200 kvadratlik hozir dupleks uyimiz chiqqan, hozir ichkarini obzor qilamiz. Ketdik operator. Bu uyimiz Atacento remont qilingan, vahsha qimmat did bilan remont qilgan. 6 ta xona plus mana shu hol. Birinchi zaldan boshlaymiz. Operator vahsha gap bo'lishi mumkin emas. Eshiklari, krashini qimmatidan qilgan. Mana shu zal qismi yaxki mebel qo'ygan, televizor, polni remontimiz Atacento aboy ishlatmagan. Bilasizlar, Atacento qimmat remontga kiradi. Har bitta xonasiga trezasi bor. Ana endi kattalar uchun yotoqxona va bolalar uchun yotoqxonani ko'rsatamiz operator. Mana shu yer polni topli pol bo'lgan va razdelni bayna tualetlar topli pol bo'lgan. Kattalar uchun yotoqxona operator. Mana shunaqangi garderob zonasi bor, kattagina do'xpanli divan, ikkita tumbuchkasi, televizor, termozona, bu xonasiga ham trezasi bor. Bitta bolalarimiz uchun yotoqxonani ko'rsatamiz operator. Gap bo'lishi mumkin emas, har bitta xonani did bilan remont qilgan. Ikkita divancha, trezasi bor, shkofchasi bor, garderob zona ham bor. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan bitta kuxnini ko'rsatamiz. Keyin sizga podvalga va shu zo'r narsani ko'rsataman. Mana shu ayollarimiz yaxshi ko'radigan kuxunni gap bo'lishi mumkin emas. 6 kishilik o'tirib yeydigan stol, xolodilnik, mana shu mebel, gaz plita, kir yuvish mashinasi, vitishka, va bu yerga duxontirni kotyol hammasi tayyor turibdi. Ikkita sanuzelni ko'rsatamiz, razdelni sanuzellar, alohida mana operator. Alohida unitaz, rakveni 60 ga 120 lik Xitoy kafel ishlatilgan va mana bu esa banyasi bo'ladi. Mana rakvenisi unitaz alohida turibdi, sensorni oynali va mana dushovoy kabina 60 ga 120 lik Xitoy kafel ishlatilgan. Ana endi bitta pastga tushamiz. Tashqari taraf eshikdan kiraverish, yevromontaj qilingan, garderob zona qilgan. Bu esa uyimizni podval qismi bo'ladi. Bu uyimiz dupleks. Podval tarafdan ham, tashqari taraf podyezddan ham eshigi bor. Mana shu kattagina hol, birinchi zaldan boshlaymiz operator. Mana shu zal nima ko'ryapsizlar, hammasi mana shu yerda qoladi. Mana shu yerga 10 kishilik stol stul turibdi, 12 kishilik stol stul, ikkita trezasi bor, televizor, Atacento remont qilingan, natijnoy patolog ashiga bo'lishi mumkin emas. Mana shu bitta zali. Bu esa kattagina hol. Keyin kattalar uchun yotoqxonani bitta ko'rsatamiz. Tayyor zaxadishivi, faqat ko'rpa to'shak bilan kelish kerak, yotish kerak. Garderob zonasi bor, do'xpanli divan, ikkita tumbuchkasi bor, trezasi ham bor. Bu xonamizga do'xontirni kotyol turibdi. Mana shu polni topli pol bo'lgan. Ana endi mana shu opshi bitta sanuzelli bo'ladi. Opshi sanuzel hamma sharoiti bor mana. Unitaz, rakvenli, dushovoy kabina va zo'ridan turibdi. Endi bolalar uchun yotoqxonani bitta ko'rsatamiz. Bolalar uchun yotoqxona. Divanchasi bor, garderob zonasi bor. Kimga mana shu xona qiziq bo'lsa, Sorochiniga 200 kvadrat, narxi esa 190 ming, yana sunnatiga muvofiq ozgina savdosi bor. Mabodo pulingiz yetmay qolsa, ozgina rastroshkasiga ham gaplashib beramiz. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz.